O'zi boy bo'lish oson, bittagina duo yetadi. Bir kun ustozimdan hazil aralash so'radim-da. Qur'oni Karimda boshqa kitoblarda hamma narsa bor. Bitta dona duo o'qib boyib ketsa bo'lmaydimi deb so'rasam, bor unaqa duo dedilar. Dedim, unda o'rgating dedim. Ertalabdan kechgacha yugur qilib yuramiz va pul topamiz deb. Bitta duoni o'qib boy bo'lib ketsa zo'r ekan-ku dedim. Aytdilarki, agar shu ishni qilsangiz, o'rgataman dedilar. Bitta oldida sharti bor dedilar. Faqat aniq qilaman deb o'rgataman dedilar. Albatta qilaman dedim. Keyin ular tushuntirib berdilar. Sharti 40 kun davomida Voqea surasini xatm qilasiz dedilar. Xatm qilganda ham o'zini qonun qoidasi bor. 40 kun davomida birinchi kuni 1 marta, ikkinchi kuni 2 marta, 40-chi kuni 40 marta xatm qilishingiz kerak dedilar. Aytdim, bo'ldi, qilsa bo'ladigan narsa ekan-u deb kirishdim. Voqea surasi o'rtacha sura, taxminan 2,5-3 minut o'qib tugatsangiz bo'ladi. Birinchi kuni bitta xatm qildim, ikkinchi kuni ikkita, 18 va 19 kuni ketadigan bo'lib qoldim, qolib ketdi. Keyin ustozimdan so'rasam, aytdilarki, endi siz bitta xatm qarz bo'lib qoldingiz, uni uzmasangiz bo'lmaydi. Ha, mayli dedim. Shunaqa bo'lib, xatmni tugatish o'rniga minusga kirib ketishni boshladim-da. Keyin to'xta dedim, hayotimni tartiblamasam bo'lmas ekan dedim. Voqli turishni yo'lga qo'yishni boshladim sekin, yozishni boshladim sekin, tezroq o'qishni o'rgandim. 3 daqiqada emas, 1,5 daqiqada Voqea surasini yodlab oldim. Shunaqa qilib sekin-sekin hayotimni o'zgartirishni boshladim. Voqli turaman, xatmni qilaman, boshqa ishlarni qilaman. Lekin hayot qiziq, bir kun biznes, bir kun kasal bo'lib, shu asnoda 4 ta xatm qarzman. Keyin birin-ketin ulardan qutulishni boshladim. Mana shu oddiygina 40 kunlik xatmga mani 1 yil umrim ketdi. Lekin shu orada men hayotimni to'g'irladim, voqli turishni o'rgandim, ishlarimni rejalashni yo'lga qo'ydim. Va shu orada bizani ishlarimiz ham sheriklar bilan juda ham yurishib ketdi. Mashinalar oldim, uy qurishni boshladim, qarzlarimdan qutuldim. Zo'r bo'lib ketdi ishlarimiz. Va taxminan 1 yildan keyin mana shu 40 kunlik xatmni tugatdim va ustozimga aytdim. Lekin alhamdulillah shundoq ham ishlarim zo'r bo'lib yurishib, hayotlarim, kunlarim tartiblanib qoldi desam, mana endi haqiqiy tushunibsiz. Bu duoni, xatmni, mag'zini deb chiroyli qilib mani duo qilib qo'ydilar. Va shunda bildimki, faqatgina duo qilib o'tirishni o'zi yetarli emas ekan. Duo bilan birga harakat ham qilish kerak ekan.